Assalomu alaykum. Men yolg'iz ayolman. Erimni qamoz urib ketib vafot etgandi 1 yil oldin. O'zim go'zallik salonida ishlayman. 5 ta qizim bor. 30 yoshdaman. Ersizlik juda qiyin ekan. 5 nafar qizim juda qiynalib boqyapman. Telegramda Qashqadaryo gruppasiga obuna bo'lgandim. Yarim kechasi telefonim chiringladi. Ochib qarasam, Telegramdan SMS kelgan. Salom yaxshi qiz deb. Noma'lum akkauntdan SMS kelgan. Telefon qildim, kim ekan deb gaplashdik 1 soat. Juda yaxshi bola ekan. Ko'nglimni qanday berib qo'yganimni o'zim ham his qilmay qoldim. Gaplashib yurdim 1 oylarcha. U bola Qashqadaryo chiroqchidan ekan. Men esa Nishondanman. Oxiri uchrashdik. Bir chiroyli bola ekan. Mendan 6 yosh kichik bola edi. Stoloveyga o'tirdik. Yedirdi, ichirdi. Stoloveydan chiqqandan keyin boshim aylanani boshqacha bo'lib ketaverdim. Unga yopishib oldim. Xohlab keyin bilsam, menga Pepsi quyib bergandim. O'shani ichiga qanaqadir dori solib bergan ekan. Ayollikni qo'zg'atadigan dori ekan. O'zim taklif berdim. Bir gostinitsaga olib bordi. 3-4 soat qoldik. Shunchalar o'zimda yo'q edim. Ta'riflashga til ojiz. Axir erim o'lgandan keyin erkak kishi ko'rmagandim. Hozirgacha o'sha bola bilan sevishib gaplashaman. Zeriksam keladi. O'zimni uyimga olib kelib oldim. Yolg'iz yashardim. Men nikoh, bitta bola tug'dim. Alloh kechirsin. U lekin bo'ydoq bola, haligacha men bilan yashaydi. Uydagilari mojaro qilib keldi. O'g'lingni boshini aylantirgansan deb. Men aylantirganim yo'q o'g'lingizni. O'zi menga birinchi yozgandi. Gaplashni o'zi xohlagandi. Menda ayb yo'q deb suvdan quruq chiqib ketdim. Ota-onasi ham u boladan kechib yordi. Haligacha meni qaramog'imda yashab kelyapti. Bir joyda ishlamaydi, uyda yotadi. Men ishlab boqyapman. Mayli, nima ham derman. Yoshi katta